Og'iz hidlanishidan, qabziyatdan va ichak parazitlaridan qiynalmoqdamisiz? Unda sizga Spring Dental geli yordamga keladi. Spring Dental geli tarkibida ganoderma lisidum va maxsus me'dalardan iborat bo'lib, tarkibida ftor moddasi bo'lmaganligi uchun zubnoy pasta sifatida ham ishlatasiz va buni iste'mol qilasiz. No'xatdan 5, 6, 7 mahalgacha iste'mol qilasiz. 100 gram dog' suvda eritib. Nima qilib beradi? Turli xil yo'tallarni qoldirib beradi. Allergik yo'tallarni, stomatit, gingivit, laringit, faringit, gastrit, oshqozon ichak sistemasidagi yazvalar va oshqozon ichak sistemasidagi bakteriyalar, astritsiyalar, askaridalar, lamblilarni yo'qotib beradi. Gemoroyga esa tampon qilasiz. Teridagi turli xil toshmalar, yaralar, bitmagan yaralar, sahrni, gangrena yaralarini esa bitqizdirib beruvchi maxsus ajoyib mahsulot hisoblanadi. Buni no'xatni 100 gram dog' suvda eritib ichishingiz mumkin. Va turli xil teri toshmalarida ham ishlatasiz. Bo'g'im kasalliklarida, artrozda, artritda, poliartritlarda og'riq qoldiruvchi maxsus gelga yoki mazizga aralashtirib, bo'g'imlaringizga surkab kompress qilib oladigan bo'lsangiz, mahalliy og'riqsizlantirish sifatida, elektroforez sifatida ham, bemalol fizioterapiyada ham keng miqdorda ishlatamiz. To'liqroq ma'lumot berish uchun kommentariyada gel so'zini qoldirsangiz, to'liqroq ma'lumot beraman. Obuna bo'lishni unutmang, kuzatishda davom eting. Siz sababchi.